Energetiklarni me'yorda ichish bu hech qanaqa hayotga xavf soladigan holat emas. Ya'ni energetikning asosiy tarkibi kofein hisoblanadi va yuqori darajada shakar moddasi bor. Energetiklar o'zi asosan demak o'ylab topilganining sababi o'sha ish qilish kerak, lekin ishdan charchagan odamlarga o'sha kofein markaziy nerv sistemasini qo'zg'atib beradi. Demak, mushaklarning harakati uchun energiya kerak, energiyani demak shakar qilib beradi. Agar bu narsani me'yorda tanovul qilsangiz, ya'ni me'yorda iste'mol qilsangiz, hech qanaqa muammo sizda paydo bo'lmaydi. Agar bu narsani haqiqatdan ham demak ko'p miqdorda iste'mol qilsangiz, miya demak juda ham giperaktiv bo'ladi, qonda shakar miqdori ko'payib ketib, bu har xil hayot uchun xavfli bo'lgan aritmiyalarga olib kelishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda demak tomirlarni kuchli spazmi, ya'ni infarkt miokardi degan kasalliklarga olib borishi mumkin. No, asosiy bu kasallarda aritmiya bilan bog'liq shikoyatlar bo'ladi. Ya'ni haddan tashqari nerv sistemasi aktiv bo'lsa, nerv, ya'ni bosh miya yurak ishini boshqaradi. Bosh miya qo'zg'alib ketsa, yurak ishi ham tezlashadi va yurakda qanaqadir bir yashirinib yotgan o'choqlar agar bo'lsa, o'sha o'choqlar aktivlashib ketadi. Bu kasalning baxti. Agar o'chog'i yaxshi sifatli bo'lsa, kasalda oddiy aritmiya bezovta qiladi. Agar bu o'chog'i xavfli zonalardan chiqadigan o'choq bo'lsa, kasalda to'satdan hushdan ketish va yurak to'xtashiga olib borishi mumkin. Shuning uchun me'yorda iste'mol qilingan har qanday mahsulot bu organizmning foydasiga. Agarda me'yordan oshib ketsangiz, bu nafaqat energetik, oddiy kofeni ham me'yordan oshiq iste'mol qilish energetik effektini beradi sizga. Shuning uchun har qanday mahsulotni o'z normasi, ya'ni me'yorga mos ravishda iste'mol qiling.